Bu to'g'risi biroz jahlimni chiqardi. Hozirgi nomim bilan bu meni hayron qoldirdi ham. Bundan kelib chiqib ayta olamanki, UFC'da top raqib bilan jang qilish juda qiyin. Men ulardan teparoqdagi jangchilarni so'radim. Xuddiki hozir men to'plarga qarshi boshlab pastga qarab ketayotgandayman. Ular ba'zilari jangi bor, ba'zilari jarohati bor deyishdi. Bahona ketidan yana bahona qilishdi. Keyin ulardan yana bir qancha nomlarni so'radim. Yana ular bilan ham eski muammolarni aytishdi. O'zlari boshqalarni tashlashdi. Nursulton ham ularning ichida bor edi. Shular jang qilishi mumkin, so'rab ko'rsa bo'ladi deyishdi. Chunki ular yaqinda jang qilib, erta finish bilan yakunlashgan edi. Faqat ular olishi mumkin edi. To'g'risi oxiri aytdim, kim rozi bo'lsa shuni beringlar dedim. Nursulton juda kuchli raqib, lekin menga kattaroq nomlar kerak edi. Bundan kelib chiqdi, oxirgi 3 ta jangimni ko'rib hech kim men bilan jang qilgisi kelmagan. Kimlarni so'raganingni ayta olasanmi? To'pda kimlar bo'lsa hammasini. Dastlab top 5, top 10 talik ularni so'radim. Balki haqiqatdan ham o'ziga yarasha sabablari bo'lgandir. Lekin men birinchi yaxshi boshlagan bo'lsam, endi pastga qarab ketyapman. Men birinchi, ikkinchi, uchinchi raqamlilarga ham qiziqish bildirdim. Agar ularning raqiblari bilan biror narsa bo'lsa, ular bilan ham jang qilishga tayyor edim. Shuning uchun hammasini so'radim. 77 kilogramm vazn toifasi to'g'risini aytganda kelajakni o'ylab kutishni afzal biladiganlar bilan to'lgan. Hech kim risk qilib jang qilgisi kelmaydi. U vazn juda zerikarli. Hayolimda ko'tarilsam yaxshi bo'ladi dedim. O'rta vaznga fokus qaratdim. Shu vaznda odatdagidan yaxshiroq raqiblarni olishdan umidvorman. Yana kimni taklif qilishganda, ismi esimdan chiqdi. U oxirgi jangida Easy'ga qarshi jang qilib yutdi. Jo Payfermi? Ha, Jo Payfer. Payfer ham bor edi. Bu jang qiziq bo'lardi. Ha, lekin u ham kimdir bilan jangni qabul qilgan ekan. Men umuman hammani so'radim. Juda zerikib ketdim. Oldin aytganimdek, biz eng qiyin jangovar sport turidamiz. Bu yerda bari eng kuchli jangchilar bo'la turib, hech kim jang qilishni istamaydi.